Ko'pinchimiz yelpiz atriti, kommando atriti qatorliq alohida qismlarni ko'p angladik. Ammo buningdan 14 asr burun musulmonlardan tashkillangan o'lim atritini ko'pinchimiz bilmasligimiz mumkin. Bizantiya qo'shini Rasulullohning tunji izbosari Abu Bakr Siddiqning boshchiligidagi islom qo'shini oldida mag'lub bo'lgandan keyin Rum podshohi Herakli buyuk qo'shin tashkillab musulmonlarning Sham zaminiga kirishini to'smoqchi bo'ladi. Natijada ahli salaflardan 240 ming kishilik qo'shin tashkillanib, hozirgi Iordaniya bilan Falastinning o'rtasidagi Yarmuk degan yerida to'plashadi. Abu Bakr Siddiq darhol buyruq tushirib, Xolid ibn Validni Iroqni tashlab Sham zaminiga berib, Abu Ubaydadan qo'mondonlikni olib, musulmonlar qo'shiniga qo'mondonlik qilishga buyurdi. Xolid ibn Valid askarlarni bir qancha guruhga ayirib urushga hozirlanadi. Ahli salaflar Xolid ibn Valid boshchiligidagi qo'shinni sonda ko'p bo'lish ortiqchiligi bilan ikki tarafdan qo'rishib muhosiraga oladi. Bu urushda musulmonlar qo'shinining soni 36 ming bo'lib, ahli salaflar qo'shinidan 9 hassa oz edi. Har tarafdan saldak oqqan dushmanlar oldida musulmonlar qo'shini xatarlik ahvolda qoladi. Muhosirani bosib tashlash uchun bir bilik musulmonlar o'zini pido qilishdan boshqa yo'l yo'q edi. Vaziyatni tunib yetgan Ikrima inson hayotidagi eng qiyin bir qarorni qiladi. Ya'ni o'lim qarorini qiladi. Chunki muhosirani bosib o'tishda o'lib ketish aniqli bir ish edi. Yetarki men shahid bo'lay, musulmonlar qutulsin degan Ikrima egiz o'ringa chiqib, "Ey musulmonlar, kim menga o'limga bay'at qiladi?" deydi. Uning ovozi xuddi chaqmoq kabi etilib chiqqan bo'lib, Xolid ibn Valid uni o'zini qurbon qilishdan to'sib, "Unda qilsang bo'lmaydi, sening o'liming bizga ig'ir keladi" deb qo'ymaydi. Ikrima, "Xolid, sen Rasululloh bilan nurg'un urushlarga chiqding. Men va dadam Abu Jahil Rasulullohga eng o'ch kishilardan edik. Bugun meni gunohlarimni yug'ilib qo'y" deydi. Ikrimaning bu chaqiriqiga 400 nafar sahoba bas-basda ovoz qo'shib o'limga bay'at qiladi. Bu islom tarixidagi tunji fidoilar atriti hisoblanadi. Fidoilar atriti o'limdan o'zini qilchimi qochirmay muhosir qo'shinning eng ojiz nuqtasiga hujum qiladi. Rum qo'mondoni fidoilar atritining beshi Ikrimaga o'qiya etishga buyurdi. O'qiya Ikrimaning yuragiga sanjiladi. Qo'mondonning yiqilganini ko'rgan fidoilar o'limdan boshqani o'ylamay qaysarlik bilan urushib muhosirni bosib tashlaydi. Musulmonlar qo'shini o'ngishli holda muhosirdan qutulib chiqadi. Urushdan keyin Xolid ibn Valid Ikrimani izlaydi. Uning ikki fidoi o'rtasida qonga milangan holatda yotganligini ko'radi. U ikki fidoining biri Haris, yana biri Iyash edi. Haris suv talab qiladi. Saqi suv olib keladi. Haris suvni ichishdan ilgari yanada yotgan Ikrimaga qaraydi. Ikrimaning nihoyat jantalashayotganligini ko'rib, Saqiga "Suvni Ikrimaga ber, u mendan bak usab ketibdi" deydi. Saqi suvni Ikrimaning qashiga akeladi. Ikrima yanada yotgan Iyashga qarab, "Suvni Iyashga ber" deydi. Saqi suvni Iyashning qashiga olib keladi. Iyash suvni tunji qatim talab qilgan qarindishimning qashiga apag'in, "Bo'lmiz ichmayman" deydi. Saqi suvni tunji qatim talab qilgan Harisning qashiga olib keladi. Qarg'udak bo'lsa Haris alla burun jon uzgan edi. Uningdan keyin suni Ikrimaning qashiga akelib qarg'udak bo'lsa, Ikrima alla burun shahid bo'lgan edi. Uningdan keyin suni Iyashning qashiga akeladi. Iyashmi alla burun tiniqdan to'xtagan edi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani qarindishig'imi yaxshi ko'rish degan bu go'zal axloq bu fidoilarda jon halqumga kelgan vaqtidami qimmatini yo'qotmagan edi.